Wikipedia'ning aytishi bo'yicha tarakanlarning 7000 dan ortiq turi mavjud ekan, yo'ma-yo. Bizning uyimizdagi turi esa qo'ng'ir tarakanlar. Tushunarli. Tarakanlarning yashash umri 20-30 hafta. Maksimal uzunligi esa 10-15 mm. Qanotlari bor. Cheksizlik bu so'nggi bekat emas. Lekin uchishni bilishmaydi. Suzishni ham bilishmaydi. Men tekshirib ko'rganman, ishonaveringlar. Agar tarakanni boshini olib tashlasanglar, uni tanasi yana 3-4 hafta yashaydi. Boshi esa taxminan 1-2 soat. Tag'in bilmadim. Urg'ochi tarakan esa hamma kabi tuxum qo'yadi. Aniqrog'i otika. Otika. Xullas, kapsula. Bu kapsulaning ichida taxminan 30 ta 40 ta tarakan. Bitta ona tarakan esa o'zini umri davomida o'qiylikchi 360 ta tarakan what?